Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Mana xudo xolasa bitta ham ochrat yo'q. Ochratlarni hammasini tugatib, mana inshaalloh kirdik. Juda omadli bo'ldi kirishimiz ham. Mana ob-havo Granisaga qanday degan savollarga birinchi navbatga ko'rsatib o'tamiz. Qorlar yerib xuddi Moskvaga o'xshab bu yerga ham bahor kelyapti inshaalloh. Do'stlar, mana akalarimiz bilan bir bojdan kirib chiqdik mana jigarimiz. Mana endi kirdim Rossiyaga akalarimiz hammasi chotki akalarimiz bilan kirib chiqdik. Xudo xolasa do'stlar, reyestrga tushgan akalarimiz va kartasi bloklangan, shunga o'xshagan holatlar va dokumentlari yo'q odamlar vнимательно videoni ko'rib turib oxirigacha eshitishni tavsiya qilamiz, chunki ma'lumotlar hamma videoga aytilib o'tilyapti. Bemalol kirishdi bo'lyapti, xavotirsiz. Shuning uchun kirishdiga bemalol kelaverasizlar do'stlar. Zaryadni bir hafta 10 kun oldin ogohlantirsalaringiz o'zimda reysimga bo'ladi. Atak reyslar har kuni bor, sheriklarimiz bilan birga. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Inshaalloh keyingi videolar ko'rishguncha deb qolamiz.